85 kvadratli 3 xonali kvartiramiz sotuvga chiqqan Ruday ko'chasidan bo'lyapti. Ikkinchi qavatdan hozir qisqacha obzorni qilamiz. Bizlar hol qismida turibmiz. Mana shunaqa xonalar alohida bo'lyapti. Devorlar полностью atachenta qilingan. Bu yerda bizlarda asosiy kirib kelishimiz eshigi, smart eshiklar o'rnatilgan va bu yerda prixoja mebel. Ana endi bitta xonalarni ko'rishni boshlaymiz. Mana bu birinchi xonamiz bizlarda mehmonxona bo'lyapti. Mehmonxonamiz ham remonti prosta bomba bo'lgan. Did bilan remont qilingan. Va mana bu yerda bizlarda bolalar yotoqxonasi bo'lgan. Bu yerda kravat, bu tomonda pismenный stol, shifoner o'rnatilgan. Va bu yerda bizlarda oshxona bo'lyapti. Oshxonamiz ham juda ham chiroyli, qulay qilingan. Kuxona garnitura qilingan va bu tomonda bizlarda o'tirib nonushta qilish uchun joy. Bu yer esa bizlarda kattalar yotoqxonasi bo'lyapti. Kattalar yotoqxonasida ham hamma kerakli mebel jihozlari bor va отдельно o'zini sanuzli ham bor do'stlar. Kvartiramizda kadastri bor, bir kunda ishlab qilib olishingiz mumkin. Dvухконтурный kotел o'rnatilgan, chopli pol qilingan. Bu esa bizlarda общий sanuzl bo'lyapti. Agar kvartiramiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, agar qo'shimcha ma'lumot pastda opsiyada bo'ladi, videoni tanishlarga yuborib qo'yish esdan chiqmasin. Ko'rishguncha.